Bilasizmi, biz o'ta qisqa muddat ichida ochlikdan o'lishdan bo'ka bo'lishgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tdik. Chao do'stlar. Hozir o'qiyotgan kitobim Memento Mori, o'limni esla. Unda insoniyat o'limi sabablari evolyutsiyasi keltirib o'tilgan. Aytgancha, ochlik haqida. Siz hech aka-uka Grimm ertaklaridan biri Gensel va Gretelning asl ma'nosi qandayligi haqida hech qiziqib ko'rganmisiz? Mashhur nemis xalq ertagi Gensel va Gretel shunday boshlanadi. Qashshoq o'tinchi xotini vafotidan so'ng yana bir marotaba uylanadi. Ammo o'gay ona uning farzandlarini boqishni istamaydi va o'tinchidan ularni o'rmonga adashtirib kelishni buyuradi. O'rmonda uzoq vaqt tentirab yurgan Gensel va Gretelning oldidan kutilmaganda shirinliklarga to'la uycha paydo bo'ladi. Bu uychada esa yovuz jodugar yashar va uning maqsadi bolalarni yeyish edi. Bolalar baxtiga ular jodugarni aldab, uni pechga solib yoqib yuborishadi. Gensel va Gretel jodugarning xazinasini topib olib, ortga qaytishadi. Bu vaqtga kelib, o'tinchining yangi xotini ham vafot etgan va natijada ota o'z farzandlarini ko'rib juda ham xursand bo'ladi. Murod maqsadiga yetib, uzoq va baxtli hayot kechirishadi. Atigi bir necha sahifadan iborat ushbu ertakda biz ochlikning juda ham ko'plab dahshatlarini ko'rishimiz mumkin. Qanchalar g'alati bo'lmasin, ushbu ertak to'qib chiqarilgan emas. Chunki Germaniyada 1315-yilda buyuk ochlik bo'lib o'tgan bo'lib, o'sha vaqtda ko'plab oilalar qiyinchilikka uchrashadi va ular hattoki kannibalizmgacha borishadi. E'tibor bersangiz, aynan Gensel va Gretel ertagi boshida ularning onasi vafot etganligi aytiladi va biz katta ehtimol bilan uning ochlikdan o'lganidan so'ng esa bechora ota o'z xotinini yegan bo'lishi mumkinligi haqida taxmin qilishimiz mumkin. Uzoq yillar davomida ushbu ertak bolalarni kechasi qo'rqitish uchun o'ylab topilgan bir uydirma sifatida qaraladi. Ammo ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu ertakning asl kelib chiqishi aynan mana shu voqealar bilan bog'liqdir. Xo'sh, siz bu haqida nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qo'ying.